ChatGPT sizni davolay olmaydi. Ha do'stlar, hozirgi vaqtdagi ko'plab do'stlarimiz, ko'plab bemorlar o'z simptomlarini, o'z laborator tahlillarini ChatGPT ga joylab davolash olib bormoqda. Afsuski, har doim ham to'g'ri emas. Hatto ko'p holatlarda noto'g'ri. Do'stlar, ChatGPT juda qulay. O'zimiz ham ishlatamiz. Искусственный intellektning yuqorisi. Lekin degan joylari bor do'stlar. Har qanday искусственный intellekt siz bilan to'liq muloqot qilmaydi. Sizni to'liq ko'rmaydi. Kasallikga ko'pincha bir taraflama yondashuv bo'ladi va ko'plab kasalliklar simptomi bir-biriga juda o'xshash va bu o'xshashlikda juda katta muammolarni, juda og'ir diagnozlarni o'tkazib borishligingiz mumkin. Shuning uchun do'stlar, eng yaxshi holat, agar sizda biron bir muammo bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingiz yashab turgan joydagi mutaxassislarga, bu urologik muammo bo'ladimi, kardiologikmi yoki biron bir oshqozon bilan bog'liq muammomi, gastroenterologmi, nima bo'lgan taqdirda ham do'stlar, doimiy holatda shifokor qabuliga borishingizni maslahat beraman. Siz o'zingizni internet orqali yoki искусственный intellekt orqali davolashni bas qiling, ko'plab muammolarni chuqurlashtirib olishingiz mumkin.